Yurtimiz a'zolari, mana bu yana bitta aqlli qurilmamiz. Hozir tayyor qilib sizlarga ko'rsatyapmiz. Hozir bu qayerlarda ishlaydi? Bu mana bu avtomatimizdek kuchli emas. Bu asosiy shitlarga tersa bo'ladi. Aqlli shitlarga teriladi. Ha, mana bu narsa esa svetlar uchun, lampochkalar uchun 10 amperdan past bo'lgan narsalar uchun tushunib olmanglarki, motorlarni masofadan o'chirib yaxshi bo'lar ekan, u ekan yo'q. Shunday o'rnatib kelgan joylarim bor. Nimaga bu ko'tarmayapti, nimaga o'zi o'chib qolyapti degan narsalar bor. Yo'q. Bu 10 amperdan yuqori bo'lib ketsa o'chib qoladi yoki ish ko'rsatadi yoki kuyadi. O'zimiz ham 20 kilo ko'tarsak 50 kiloni ko'tara olmaymiz. Bu ham xuddi shunday narsa. Bu ham o'zidan qilish kerak bo'lgan ishdan yuqori bo'lgan narsalarda отказ qiladi yoki kuyadi. Mana ilovamda bunday qurilmalar juda ko'p. Bularning hammasi bor. Buni pulti mana bu. Mana hozir bu indikatorga qarab turasizlar. Yonib o'chadi, ya'ni buni tok o'tkazadi, o'tkazmaydi. Ilova orqali boshqaraman. Telefonim orqali. O'chdi. Yondi. O'chdi. Yondi. Bu narsa zavodskoy 30 sekundda raznitsa qiladi. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir bizda ikkita yoki bitta bor. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilib beramiz. Bu juda ham imkoniyati yuqori bo'lgan narsa. Taymerga qo'yish mumkin. Ma'lum bir vaqt oralig'ida yonib o'ch deb qo'ysangiz, buni o'zi avtomatik bajaraveradi. Telefoningizdan boshqarishingiz mumkin. Hammalarga rahmat. Kimgaki nima kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.